Men bugun Toshkentda eng balandda joylashgan bayroqning yoniga keldim. O'tgan safar esingizda bo'lsa, men bu bayroqning yonida konsert olgandim. Bu bayroq 60 metr balandlikda joylashgan. Sirojiddin, Toshkentda bundan ham balandda joylashgan bayroq bor. Ishonmayman. Ishonmasang, o'zim senga ko'rsataman. Ketdik. Kel Sirojiddin. Sirojiddin. Mana bu bayroqni ko'ryapsanmi? Bu yerda bayroq bormidi? Xuddi shunaqa, bu yerda bayroq bor. Minorani eng balandida ko'rdingmi? Ha? Yerdan 435 metr balandlikda joylashgan, tasavvur qilyapsanmi? Minorani balandligi 375 metr, bayroqning ustuni esa 60 metr. Bu juda ham katta bayroq. Bayroqning kattaligi qancha? Bayroqning kattaligi eniga 6 metr, uzunligi bilasanmi qancha? Qancha? 12 metr. Voy. Endi qara, mana shu balandlikdan bu bayroq kichkinagina ko'rinyapti. Voy, bayroq tikish ham oson bo'lmasa kerak-a? Albatta oson emas, Sirojiddin. Menda bir g'oya bor. Qanaqa? Birgalikda bayroq tikish korxonasiga boramiz. Zo'r bo'lardi. Ketdik unda. Ketdik. Biz dunyo bayroqlari uyiga keldik. Bu yerda nafaqat O'zbekistonning bayrog'i, balki butun dunyo bayroqlari ishlab chiqariladi. Bu yerda katta bayroqlar ham ishlab chiqariladimi? Albatta Sirojiddin, hozir o'zing ko'rib guvohi bo'lasan. Yur. Sirojiddin, bu jarayonning eng birinchi bosqichi. Ya'ni mana shu maxsus printer qurilmasi orqali bayroqning surati mana bu qog'ozga tushirilyapti. Ko'ryapsanmi? Ha. Juda ham qiziq. Lekin tez bo'lar ekan. Juda ham tez bo'lar ekan. Demak, jarayonning ikkinchi bosqichidamiz, Sirojiddin. Mana bu qurilmani ko'ryapsan-a? Qurilmaning nomi kalandr deyiladi. Birinchi bosqichdan so'ng tasvir mana shu yerga yoziladi va mana bu matoga bu tasvir o'tkaziladi. Aynan mana shu qurilma orqali. Bu mato o'zi nima? Qaynoq ekan. Qara, bu mato mana shu matoga bayroqni surati tushiriladi. Bu matoning issiqligini sababi mana shu issiqlik bosimi bilan surat matoga tushiriladi. Qizig'i juda ham. Ha. Qaraga. Endi nima qilamiz? Endi senga 3-bosqichni ko'rsataman. Ketdik. Chiroyligini qaragan Sirojiddin. Sirojiddin, bu jarayonning 3-bosqichi. Bu yerda tikish, bichish, tekislash ishlari amalga oshiriladi. Ko'rdingmi? Ha. Bu nimaga kerak, kenayi? Bayroqni keyin yopishtirib qo'ygandim. Bu haligi bir-biriga yopishtiriladigan bayroq ekan. Tayyor holatini kadrda ko'rasiz. Biz va nihoyat dunyo bayroqlari uyi tikuv sexidamiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Salomat bo'ling. Mana shunaqa pozitiv kayfiyatda bizning opajonlarimiz butun dunyo bayroqlarini tikishadi. Xo'sh, Sirojiddin, qalay taassurotlar? Zo'r. Assalomu alaykum opajon. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchamadim. Mana hozir yurtimizning bayrog'ini tikyapsiz va mana shunday o'lchamli bayroqlarni bir kunda nechta tikasiz? 100 ta, 70 ta tikiladi. Voh, qoyil. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. O'zinglar ham hormanglar. Rahmat. Qarang, mana shu hozir davlatimizning bayrog'ini mana bu hajmdagisini tikyapsiz. Lekin aslida qanaqa hajmlarda, necha xil turi bor bularni, bayroqlarimizni? 15 dan ortiq turlari bor. Aha. Ya'ni undan ham ko'p anaqalar tikishimiz mumkin. Eng qiyini qaysi biri? Eng qiyini. Qiyin yo'q, bizga hammasi bir xil. Osongina. Sog' bo'ling. Rahmat, sizlar ham sog' Rahmat. bo'linglar. Rahmat. Dunyo bayroqlari uyida 280 dan ortiq davlat bayroqlari tikilar ekan. Va albatta taassurotlarimiz bir dunyo. Sirojiddin, bilasanmi, davlat bayrog'imizni men yana ham yaxshi ko'rib ketdim va faxrlandim. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining 34 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.